Assalomu alaykum, Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib navbatdagi zakaz bo'yicha tayyorlangan uzum tokimizni ustanovkasini qilib berdik. Albatta bu yakunlagan ishimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Xonadoniga shunaqangi uzum tok, naveslar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa kelishilgan holda arzon va sifatli qilib, chiroyli qilib, qalin temir mahsulotlaridan tayyorlab, zakaz bo'yicha shu xonadonlaringga o'rnatib beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan uzum tokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqangi materiallarda yasaldi, kvadrat metrini necha puldan yasab olib ustanovkasini qilib berdik va hozirgi kunda uzum toklar 1 kvadrat metri necha puldan necha pulgacha bo'lyapti. Albatta sizlarga bir tushunarli bo'ladigan ma'lumotlarni chiroyli qilib mana shu video rolik orqali ulashib beramiz. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz Marg'ilon shahriga kelib o'rnadi. Akamiz o'zi biz YouTube'dagi kanalimizni ko'rishib, shu o'zlariga yoqqan fasondagi, dizayndagi uzum tokni zakaz qilishganda o'zimiz kelib o'lchab ketib, joylarini xudo xohlasa mana bir oy deganda olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Bu uzum tokimiz 100% profildan yasalgan aziz yurtdoshlar, to'rtburchak profil metaldan yasalgan. Razmer uzum tokimizni eniga 860, uzunasiga 11 metr razmerda bo'ldi. Uzum tokimiz aziz yurtdoshlar, mana shu stoykalari ko'rishlaring mumkin. 8 ga 8 lik 2 lik stenali profildan foydalanganmiz. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Videomizni oxirigacha ko'rib, ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Va mana shu burchak qismiga gullarda qo'yganmiz. 2 lik listi lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib aziz yurtdoshlar, juda ham bir chiroyli holatda qilib o'rnatganmiz. Va mana shu tepadagi firmalar aziz yurtdoshlar 1.10 sm danga tushdi. Har birini orasi qalin qilib baquvvat chiqishni hisobiga ertaga polni 100% tunuka qatirilganda yoki leksan qatirib naves qilib yuborilganda ham uncha yukni ko'tarishni hisobini olgan holda yasalgan. Endi mana shu firmamiz tepa qismi mana 4 ga 4 lik profil, past qismi 4 ga 2 lik profil, 1,5 lik stenali profildan foydalanilgan. Va aziz yurtdoshlar, orasiga 10 lik kvadratda eshilgan shu gullardan qo'yib, o'rtalariga ham mana quyma gullarini qo'yib, tillarang svetga bo'yab, chiroyli qilib, zamonaviy qilib uzum tokimizni yasab bitkazganmiz. Uzum tokimiz aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metri 220 ming so'mdan tayyor bo'ldi. Va mana shu tepa qismi ko'rishlaring mumkin. Har orasiga 50 sm danga, har birining orasi mana firmaning tepasiga 3 ga 2 lik profilli mana shu rayka shada qismini terib chiqilgan. Bu ham mana yaqinlashtirib ko'rsatib beramiz. Rosa mana shu turi gullarining turisiga chiroyli qilib o'rnashtirilgan. Endi aziz yurtdoshlar, zakaz xonadon egalarining zakaziga qarab mana отдельно shu tunukasini pulini berishganda olib kelib, mana shu yog'in chachinda, boshqada mana shu zinalar, mana naryoqdagi zinalarga, mana shu yog'ingarchiliklarda, mana shu eshikka chang to'zon yoki bir yog'ingarchiliklarda suv tegmasligini hisobiga tevasiga bu yog'iga 2 metr, bu yog'iga shu 2 qator 860 razmerda qilib tunukani qatirib berdik. Endi общий summasi bu uzum tokimiz aziz yurtdoshlar 24 million so'mga tayyor bo'ldi. Materiali, xizmat haqisi, kraskasi olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q ichida 24 million so'mga kelib o'rnadi. Mana juda ham chiroyli holatda chiqdi. Bu yog'i ana shu kazirokni ustiga o'tib ketdi, 50 sm tepaga mindi va mana qibla tomondan yog'ingarchilik bo'lganda yoki boshqada umuman bir pastga suv tushmaydigan bo'lib, shu hovlini pashti o'rtasiga kelib qoladi. Chiroyli qilib o'rnashtirildi. Endi hozirgi kunda bu zamonaviy uzum toklarini 1 kvadrat metri 150 ming so'mdan aziz yurtdoshlar 250 ming so'mgacha tayyorlab berilyapti. Hammasi materialning yasalishiga qarab, mana shu firmalarni kengroq, kattaroq yoki torroq qo'yilishiga qarab tayyorlab beryapmiz. Kimga shunaqangi sifatli uzum toklar kerak bo'lsa, xudo xohlasa bemalol videomizni oxirigacha ko'rib, sizlarga bir
ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, kelishilgan holda zakaz bo'yicha tayyorlab beraveramiz. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.